Salom. Bugun Kares haqida gaplashamiz. Ya'ni BTS. Armiylar hammadan kuchli. Birinchi bo'lib men bilgan narsam bu armiy. Demak, armiy degani bu BTSni yaxshi ko'radigan, ya'ni fanati. O'zlarini shuni atarkan. Bilishimcha, O'zbekiston bo'yicha 90% qizlar BTSni yaxshi ko'radi. Kak? Bu bilishimcha Kares bolalarni qo'shig'ini ham tushunmaydi и просто oddiy gapiradi, shunchaki uni yuziga, husni basharasiga qarab bola qiz bolani tushunadi-yu, o'shanaqa короче. Bola qiz bolani tushunadi-yu. Endi ularda kimligini aytsam. Rim kim? Nabijon. Namjun. Suga. Deyapsan men Suga. Min Yongi. Va kim? Tanjun. Короче, va. Nima kutgan o'sha Gonkok. Xullas shu Kares bolalarning orqasidan o'zbek bolalari buzilib ketyapti. Mani yerga tegib olma. Sani ishing bor, otamdan gapiradim yo'qmi? Sen o'zing bil bor, sen otaning gapirmaganini qara TikTokka kirib o'tiribsan. Borma TikTokda, salam. Bor yo'qol chiqib ket. Asabim buzasan-ne. Endi kelinglar YouTuberlar fikrini eshitamiz. BTS deganlarga pashondan qo'y derdim. Uzr lekin haqorat uchun, chunki ular so'kinishga arziydigan bolalar. Va alaykum assalom. Aytsam gap ko'p. Ikki tomondan yondalashish kerak. Birinchidan, ular ham odam va ular Koreyada tug'ilgan va o'sha joyning holatiga moslashishgan. Ikkinchidan, bu ularning aybi emas. O'sha joyda tug'ilishi, shunaqa ishlar qilishi avvaldan yozilgan taqdirda. Lekin hozirgi yoshlar ularga muxlislik qilishi yoki ularni qilayotgan ishini qilishini maslahat bermayman va bu juda yoqimsiz va g'alati. Biz hech narsani targ'ib qilmoqchi emasmiz yoki biz muxlislik qilmanglar demoqchi emasmiz. Bu hammaning o'zini xohishi. Shunchaki biz o'zimizni fikrimizni aytdik. Sizlar BTSning muxlisi bo'lsanglar, kommentariy yozinglar. Muxlisi bo'lmasalaring ham yozaveringlar. Agar muxlisi bo'lmaganlar like bosib obuna bo'lib qo'ysin. Xayr-omon bo'linglar. Sizlar bilan Pika.